Aka, marojnani chiqaring. Oh, mana, bo'ldi. Qadrdonim, bu sizdan 10 ming so'm bo'ldi. Bu nima bu deganlarga qadrdonlar, loy lombosni qotili bo'ladi, pena lombos bo'ladi. Ko'rib turgan joylaring 135 kvadratga Namanganda, Uchqo'rg'onida usakalarimiz zo'r qilib xizmat qilib beryapti. Bu qanday bo'ladi deganlarga oldin tomiz, zarduvollar uringan, vassalar tashlangan bo'lsa, akalarimiz kelib turib, hozirgi kunda aksiya qilib, materiallargacha, ya'ni latasigacha o'zlari solib turib, mana bunday pena lombos qilib beryapti. Ya'ni 1 kvadrati 5 sm qalinlikda bo'lsa, 35 ming so'mdan, agar 10 sm qalinlikda bo'lsa, 50 ming, 55 mingdan vodiy bo'ylab. Ob'yom katta bo'lsa, Toshkent voqealarga ham chiqilaveradi. Bu sichqon kalamishli qotili bo'ladi. Qurt qumursqa tomizda bo'lmaydi va bu trishina tushmaydi, yorilmaydi va titilib ketmaydi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. To'kdan ham tejaysiz. Eng asosiysi bir kunda 135 kvadrat joyda operator ko'rsating, quyishib qo'yayotgan. Juda ham sifatli bo'ladi. Qadrdonlar, kimga agar shu ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlar bor. To'sinni chiritib qo'ymaydimi deganlarga, bu to'sinni chiritmaydi, nafas oladigandan bo'lar ekan. 10 kunda tomiz zo'r bo'lib qatar ekan. Dehqon akalar chiqib turib makkasini yoki o'rigini, bargagini shunday yeyib qo'ysa ham zo'r bo'ladi. Pastda nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.